Shveysariya dunyodagi eng rivojlangan kadastr tizimlaridan biriga ega davlatlardan hisoblanadi. Mamlakatda yer uchastkalari zamonaviy geodezik uskunalar yordamida yuqori aniqlikda o'lchanadi va raqamlashtiriladi. Ayrim hududlarda yer chegaralari santimetr darajasidagi aniqlik bilan belgilangan. Shveysariyada PLR kadastr tizimi joriy etilgan bo'lib, unda yer uchastkasiga oid barcha davlat cheklovlari aks ettiriladi. Bu tizim orqali fuqaro yoki investor yerga oid muhim ma'lumotlarni oldindan bilib olishi mumkin. Kadastr xaritasi va yer reyestri o'zaro integratsiyalashgan. Yer chegarasidagi har qanday o'zgarish avtomatik ravishda mulk huquqiga oid ma'lumotlarda ham aks etadi. Qiziqarli jihati shundaki, yerlarni o'lchash ishlari asosan maxsus litsenziyaga ega bo'lgan xususiy muhandis geodezistlar tomonidan amalga oshiriladi. Davlat esa sifat nazorati va huquqiy kafolatni ta'minlaydi. Agar yer uchastkasi, bino yoki inshootda o'zgarish yuz bersa, ma'lumotlar tezkor ravishda kadastr bazasiga kiritiladi. Ko'plab hududlarda yangilanishlar deyarli real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Shveysariyada yer reyestri tizimi 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida shakllangan. 1980-yillardan boshlab qog'oz xaritalar bosqichma-bosqich raqamlashtirilib, bugungi kunda mamlakatdagi barcha yer uchastkalari to'liq raqamli hisobga olingan. Bugungi kunda Shveysariya kadastr tizimi 3 asosiy tamoyilga tayanadi. Yuqori aniqlik, huquqiy ishonchlilik, to'liq raqamlashtirish. Shu sababli mamlakatda yer bilan bog'liq nizolar soni juda kam va ko'chmas mulk bozori dunyodagi eng barqaror tizimlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shveysariya aholisi 9 milliondan ortiq bo'lib, mamlakat maydoni 41 ming kvadrat kilometrdan ziyod. Hududning qariyb 60%ni Alp tog'lari, 30% dan ortig'ini esa o'rmonlar tashkil etadi. Shveysariya tabiati go'yo tabiatning eng go'zal manzaralari bir joyga jamlangandek taassurot uyg'otadi. Qor bilan qoplangan tog' cho'qqilari, yashil vodiylar, rang-barang gullarga burkangan yaylovlar va musaffo ko'llar bu yurtning o'ziga xos jozibasini yaratadi. Jeneva, Lyutsern va Brins ko'llari o'zining tiniq suvlari bilan mashhur. Ko'llar yuzasida aks etgan tog'lar va osmon manzarasi tomoshabinni befarq qoldirmaydi.